bizda erkaklarda ko'pchilik er rozi, xotin kishi erini rozi qilish kerak deyaveradi-yu. To'g'ri. Er rozi, Xudo rozi deydi. Lekin xotin ham rozi bo'lish kerak. O'ylamang, akalar, ukalar, faqat men rozi bo'lsam bo'lar ekanman. Yo'q, u ham rozi bo'lish kerak. U ham majburlikdan yashamasin siz bilan. U ham roziligi kerak. Siz rozisiz, hamma yo'q vid bo'ladi-yu, u ham odam. U ham odam. Uni ham huquqlari bor. U mol emas u. Bozordan olib kelib, bog'lab qo'yib, oldiga yemini, hashagini solib berib, uningni o'chirib o'tir degani yo'q. Uni ma'naviyati bor. Uni ma'naviyatini ham siz shug'ullanishingiz kerak. Unga ilm berishingiz kerak, kitob olib berishingiz kerak. U xaridlikni hammasini to'ldirib qo'yib, mashina qilib qo'yib, pulni bana tashlab qo'yapti-da, nima baqiryapsan, ham yo'q yetarliku yo'q. Ba'zi narsalarda xaladenlik bera olmaydi. Ba'zi narsalar pul bera olmaydi. Mehrda xaladenlik pul bermaydi. Yaxshi gapda xaladenlik bermaydi. Yaxshi gapiring. Sizdan boshqa kimdan kutar yaxshi gapni ayol shu o'ylab ko'ring. Shunday gaplar bor ayollarga. U gapni bor-ku. Dadasi ham ayta olmaydi, uyat bo'ladi. Akasi ham ayta olmaydi, uyat bo'ladi. O'g'li ham, ukasi ham ayta olmaydi. Amakilari ham aytib bo'lmaydi u gapni. Erkalash, kompliment. Uni faqat siz aytasiz. Erkak kishidan, eridan eshitadi. Bitta shu gapni dunyo bo'yicha faqat sizdan eshitadi, xolos, boshqa odamdan eshitmaydi. Shuni ham bermaysizmi?